Amerika Avam Palatasida yangi qurilgan Xitoy Kompartiyasiga qarshi alayda komitet parlamentga Uyg'ur erki qirg'inchiligi va Tayvan masalasida harakat qo'llanish taklifi berdi. Xabar qilinishicha, mazkur komitet 24 may 2 turli qaror ma'qullagan bo'lib, Beijingning Uyg'ur va boshqa oz sonliqlarga tutgan muomalasiga qarshi harakatga o'tish taklifi berilgan. Shundaqla Xitoyning Tayvan bilan to'qinishining oldini olish umid qilingan. Bu komitet a'zolari og'izaki ovoz berish orqali bu ikki dokladni ma'qullagan bo'lib, bu mazkur komitet qurilgandan buyongi tunji ma'qullangan hujjatlar ekan. Bu komitet o'tirg'i qo'ygan tavsiyalar ichida Xitoy pan-texnik shirkatining erkiy qirg'inchilikqa chechishlik deb qaralgan jazo qarorini o'z ichiga oladi. Bu komitet yana majburiy Uyg'ur emgak kuchi orqali ishlab chiqarilgan tovarlarning import qilinishining oldini olish uchun loyihalangan qonunlarni kuchaytirishni tavsiya qildi. Komitet a'zolari ularning bir qism tavsiyalarining bu yil qonun bo'lib ma'qullashishini umid qiladiganligini bildirdi. Angliyadagi Helena Kennedy markazining yaqinda e'lon qilgan dokladida Uyg'urlarning majburiy emgak kuchining yer sharini ta'minlash zanjiridagi keng e'tirof qilingan paxta, pomidor va poliskun ishlab chiqarish sohasidan xeyli halqib ketganligini o'tirg'i qo'ygan. Bu tadqiqotda kishilik huquq krizisini unumli hal qilish uchun ilg'or tirishchanlik strategiyasi va setvelish kelishimnomasining lozimligi gavdalantirilgan. Helena Kennedy markazining dokladida Xitoy hukumatining Uyg'ur emgakchilarini sistemlik ishiltishi Sharq Turkiston bilan cheklanib qolmasdan, balki har qaysi kasb va rayonlarga kengaydi deyilgan. Dokladda deyilishicha, axborot va ilmiy dokladda konkret sohaga markazlashgan bo'lsa-mu, Uyg'ur diyori va Xitoyning boshqa joylarida majburiy emgak silish davomlashmoqda. Xitoy hukumati Xitoy O'rta Osiyo boshliqlari yig'inida O'rta Osiyodagi 5 davlat bilan bir qator hamkorliklarni o'rnatgan bo'lib, buning ichida O'rta Osiyo tabiiy gaz turbasining Sharq Turkiston orqali Mo'yin-Malqa Xitoyga yetkazilishiga kafolatlik qilishga kelishgan. Xabar qilinishicha, Xitoy O'rta Osiyo davlatlaridan import qilingan tabiiy gazni Sharq Turkistonning Qo'rg'os orqali chegirdan kirgizib, atalmish G'arbning gazni sharqqa yetkazish 2 va 3 liniyasi orqali Xitoyning yarmidan ko'proq joylarga yetkazadi ekan. Xitoy doiralari oldin qat'iy e'lon qilgan bir dokladda aytilishicha, 4-oyda xizmat izlayotgan 16-24 yosh orasidagi yoshlarning 24% ishsiz qolgan. Bu Xitoyning 2018-yili bu xil statistikani e'lon qilishga boshlagandan buyongi eng yuqori saviyasi ekan. Xitoy Tashqi ishlar ministri Qin Gang Gollandiyaning yer sharilashish va erkin savdodan naf oladigan davlat bo'lish sifati bilan Xitoy bilan Yevropa o'rtasidagi ko'ruglik rolini davomli joriy qildirishni xohlaydiganligini bildirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotiga qaraganda, Qin Gang Beijingda Xitoyni ziyorat qilgan Gollandiya Tashqi ishlar ministri Wopke Hoekstra bilan ko'rishganda, Xitoy va Gollandiyaning iqtisodiy munosabatni buzish va ta'minlash zanjirini qisqartirish orqali xalqaro savdoni parchalash urinishiga birlikda qarshi turishga chaqirgan. Yaponiya hukumati 23 may yerim o'tkazgich yasash uskunalarini eksport qilishni boshqarish tadbirini e'lon qilgan bo'lib, Xitoy savdo ministrligi bu tadbirga norozilik bildirdi. Xitoy aloqa torining xabarda bildirishicha, Yaponiya hukumati 23 xil yerim o'tkazgich yasash uskunasiga qartilgan eksport qilishni boshqarish tadbirini rasmiy o'tirg'i qo'yib, Xitoyning cheklash doirasiga kirdiganligini bildirgan. Xitoy savdo ministrligining bayonotchisi Yaponiyaga norozilik bayonoti e'lon qilib, Yaponiya hukumatining eksport qilishni boshqarish tadbirini qalaymaqon ishiltib, erkin savdo va xalqaro iqtisod savdo qoidasiga ig'ir xiloflik qilganligini, Xitoyning buningga qarshi turadiganligini bildirgan.